Qayerda yashaysiz siz? Qo'llaringizdan qavarib ketibdi. Nima ish qilasiz? Mana shuni terib berib ish qilaman. Uyda farzandlar bormi? Endi ikkita o'g'lim bilan nevaram invalid. Shuni terib tirikchilik qilib, xo'jayinim o'tda yuribman endi bolalarni boqib. Yoshingiz nechiga kirdi, ola? Yoshingiz nechida? 70 ga. Mashalloh, hammamizga nasib qilsa shunday Endi yoshlar. nima qilay? Bolalarim aytib bo'lsa, uylash kerak ularni. Maktabda istivosh qilish kerak, boshqa qilish kerak. Mana qo'llarim qorayib ketdi. Mana hozir borib oyoq qo'lda yuvamiz. Aha. Bolalarni istivosh nimasi bor, ovqat deganda. Ola, men sizga ozgina ehson beraman hozir. Bor. Tani joningizni Xudo sog' qilsin, omadlaring bersin. Xudoning yo'liga berganingiz Xudoga yoqsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatingizga yeting.